Assalomu alaykum Gazon House obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan obunachilar. Ana bugun bu obyektimizni tayyorladik gazonga. Tayyorlash jarayoni yodimdan chiqibdi. Ko'rsatib o'tdik. Bir obunachimiz so'ragandi. Tayyorlash jarayonini ham ko'raylik. Tayyorlab qo'ydik. Xudo xohlasa bugun payshanba bo'lsa, erta Hayit, hammalar bayramlar bilan tabriklaymiz. Ertadan keyin shanba kuniga Xudo xohlasa gazonni ekamiz. Chiroyligina manzara bo'ldi. Gazonlarimiz tugagandan keyin, ekkanimizdan keyin juda chiroyli manzara bo'ladi.